Assalomu alaykum. Muqayyat takbir haqida. Muqayyat takbir ma'lum vaqtga bog'langan takbir bo'lib, farz namozlardan keyin aytiladi. Muqayyat takbirning aytilishi: Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh vallohu akbar, Allohu akbar valillahil hamd. Muqayyat takbir Arafa kuni bomdod namozidan boshlanadi va tashriq kunlarining oxirigacha davom etadi. Ya'ni Arafa kuni, Hayit kuni va tashriqning 3 kuni. Jami 5 kun davomida aytiladi. Bugun 26-may, seshanba kuni bomdod namozidan keyin boshlanib, 30-may, shanba kuni asr namozidan so'ng oxirgi marta aytiladi. Bu takbirlar farz namozdan keyin aytiladi. Takbirni qancha aytish kerak degan savolga kelsak, buning ma'lum cheklangan soni yo'q. Faqat 3 marta yoki 4 marta deb chegaralanmaydi. Balki inson qancha ko'p takbir aytsa, shuncha yaxshi hisoblanadi. Chunki bu kunlar zikr, takbir, hamd va shukr kunlaridir. Aziz birodarlar, bu muborak kunlarni g'ofillik bilan emas, balki takbir, tahlil, tahmid, zikrlar bilan bezaylik. Zero salafi solihlar bu kunlarda takbirlarni ko'paytirib, ko'chalarni zikr bilan to'ldirgan edilar. Alloh taolo barchamizni ushbu fazilatli kunlarni g'ofillardan bo'lib emas, balki zikr qiluvchi bandalardan bo'lib o'tkazishimizni nasib etsin. Amin. Arafa kuningiz muborak bo'lsin.